Soch to'kilishidan tez va bezarar qutulmoqchimisiz? Juda ham foydasi bor, zarari yo'q siz uchun. Nima qilamiz? Uy sharoitida o'zim qilib yurgan usulni sizlarga chiroyli qilib video qilib tushuntirib beraman. O'zbekcha va tojikcha tilda oxirigacha eshitsangiz ko'rasiz. Shampun olishda adashmang. Clear yoki Head Shoulders'ga bosh yuvaman men. Buni ham originalini oling. Ichi qaymoqdek oppoq bo'ladi. Ichi zartcha bo'lsa, u puftasi bo'ladi. Buni men aytib o'tganman. Aptekaga borib vitamin B6, vitamin xuddi suvga o'xshagan oppoq bo'ladi, hidi bo'lmaydi. Mana shundan olib kelib 10 donasini bitta sel shampunni ichiga quyasiz. Shpris bilan tortib, meniki yarim bo'lgani uchun hozir yarimini qo'shib ko'rsataman sizlarga. Tojiko gushkinet barodaru. Mo'y saraton bisyor rezadagar. Shampuna yoki Clear yoki Head Shoulders ba mo'y saratoni shuet, xudo xohlab namerezat. Chiko mekuned. Aptek meret vitamin B6 5%. Rangash besvet meshat, bush nameshat. Zard surx vitamin nabiyoretki va bush ganda bezeb. Hamina be bu vitamina yak seli shampun ba da dona vitamina me andozet. Xudo xohlab yak bor, du bor mo'y sar shuet, umuman meista, tamom. Mo'y saraton xudo xohlab namerezat. O'zimda ham sochim bir to'kilyapti. O'sha uchun tayyorlab sizlarga foydam tegsa, xo'p deng, baraka topkur. Mardumi Tojikiston gush kunet. Mo'y sari xudamam rextan dorad, yakta nimta rextan dorad. Hamin vitamin B6 bush nes. Rangi ob sapsafed meshad. Bu zardashi surxashi nabiyoretki bush va istoda nameshavad. Tushundingizmi? Vitaminni qizil sarig'idan olib kelib qo'shmangki, keyin kalle sasib qoladi. Baraka topkurlar. Xo'p deng, mana shunday qilamiz mana. Eshitdingiz ovozini? Yopib, chayqatib qo'yasiz. Xudo xohlasa, bir marta, ikki marta yuvgan bilan bo'lmaydi. 3 marta yuvasiz, keyin o'zimdek qilib ushlab ko'rasiz, sochingiz to'kiladimi, yo'qmi. G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikistondan. Viloyat So'g'd, nohiyat Zafarobod. Mardumi tojik, shuma ham fahmo va fikram. Proba in yak usulash. Bir usuli, 100 dan bir usuli. Qilib ko'ring, xudo xolasa agar sochingiz to'kilmay qolsa, bitta duo qilib qo'yasiz. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston hamma vaqt. Va pesh.